Demak, suvni qattiqligiga doir masalalarni ishlashni boshlaymiz. Demak, bizda birinchi savol. Savolga ko'ra 500 ml suvda 202,5 mg kalsiy gidrokarbonat borligi ma'lum bo'lsa, suvning qattiqligini toping. Demak, qattiqlik topish formulasini yozib olamiz. Demak, massa ko'paygan 1000, hajm ko'paygan ekvivalent. Bu joyda bilamiz massa demak eriyotgan modda, ya'ni tuz ekvivalent uni ekvivalenti va hajm suvni hajmi hisoblanadi. Endi bu joyda e'tibor qaratsak, bizda hajm ham millilitrda, massa ham milligramda ekan. Bu o'zi asli litr, bu gram bo'lishi kerak. Endi ikkovsi bir xil bo'lgani uchun, ya'ni millilitrdan litrga o'tmoqchimiz, mingga ko'paytiramiz, buni ham mingga ko'paytirishimiz uchun shuni o'zini yozaveramiz. Demak, massa 202,5 ko'paygan 1000 bo'lingan hajm 500 ko'paygan ekvivalentning kalsiy gidrokarbonati ekvivalenti. Demak, buni ekvivalent topish uchun nima qilamiz? Umumiy massasi 162, kalsiyning valentligi 2, undan bitta bo'lgani uchun 2 ga bo'lib qo'ysak 81 bo'ladi. Demak, buni 81 ga bo'lamiz. Bo'lsa, mana ular qisqaradi. 2 bo'ladi. Demak, bu 405 bo'ladi. Demak, 405 bo'ladigan 81 ga bo'lsak, bu 5 bo'lar ekan. Demak, qattiqlik 5 ga teng ekan deyishimiz mumkin. 201 savol. Endi shunga doir savol ekan bu ham. Qattiqlik topishimiz kerak. Massa bor ekan 109,5 ko'paygan 1000, hajm demak 500. Endi mana magniy gidrokarbonati ekvivalenti kerak bizga. Magniy gidrokarbonati ekvivalenti topish uchun hop, demak bundoq qilsak ham bo'ladi. Buni ekvivalenti 61, buniki 12 qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni 73 bo'ladi. Yoki massani hisoblab, ya'ni 122 ga 24 qo'shsak 146 bo'ladi. Uni 2 ga bo'lish kerak. Baribir shuni beradi. 73 ga bo'lib qo'yamiz. Bo'lsak, buni hisoblasak, demak bu joyda mana bu 2 bo'ladi. Qisqarsa 195 dan ikkitasi 219, demak 219 bo'ladigan bo'lsa, demak 3 kelib chiqar ekan qattiqlik. Keyingisi 3-1. 100 litr suvni yumshatish uchun 21,2 gram natriy karbonat sarflandi. Qattiqlik qancha? Qattiqlik topish uchun demak bizda 21,2 gram sarflanibdi. Xohlasak birorta modda bilan reaksiyasini yozib ham ishlashimiz mumkin, lekin baribir ekvivalent hisoblangani uchun javob to'g'ri kelaveradi. Mingga ko'paytiramiz. Bo'lingan endi 1000 ga, ya'ni 100 ko'paygan ekvivalent natriy karbonat ekvivalenti qancha bo'ladi? Ya'ni natriy karbonatning umumiy massasi 106. Buni ekvivalent topish uchun mana 1 natriyni 2 ga ko'paytirish kerak. Ya'ni 53. Shunda 53 ga bo'lib o'tishimiz kerak. Xo'p, buni ixchamlaydigan bo'lsak, bu 10 ga qisqaradi. 212 ni 53 ga bo'lib o'tsak 4 bo'ladi. Qattiqligi to'g'ri javob shunda C variant bo'lar ekan. Keyingisi 1 savol. 1 savolda 250 litr ekan suvning hajmi. Demak, unda erigan moddaning massasi 65,6 gram. Ya'ni yumshatish uchun sarflangan tuz. Demak, qattiqlik topamiz. Qattiqlik topish uchun massa 65,6 ko'paygan 1000 bo'lingan umumiy holatdagi suvning hajmi 250 litr ko'paygan ekvivalent. Ya'ni buni ekvivalenti necha bo'ladi? Massasi 164 bo'ladi, 3 ga bo'lish kerak. Ya'ni 164 taqsim 3 ga to'g'ri kelyapti. Xo'p, demak bu qisqarar ekan 4 bo'lar ekan. Demak 65,6 ni 4 ga ko'paytirishimiz kerak va 164 bo'lsa 4,8 kelib chiqar ekan. Bo'ldi, masalan javobi yechildi. Navbatdagi savolga o'tamiz. 5-1. Demak, qattiqligi 4 ga teng bo'lgan 200 litr suvni qattiqligini yo'qotish uchun deb natriy karbonatdan qancha kerak? Yaxshi. Demak, bizda qattiqlik 4 ga teng ekan. Massa noma'lum, uni 1000 ga ko'paytiramiz. Bo'lingan hajm 200, natriy karbonat ekvivalenti 53. Demak, bular qisqaradi. Bu 5 bo'ladi. Demak, 53 ko'paytiramiz 4 ga. 212 teng 5 m. Massada noma'lum. M topish uchun 212 ni 5 ga bo'lib o'tishimiz kerak. Shunda 42,4 kelib chiqadi. Navbatdagi savol 6-1. Endi 6-1 da qattiqligi 3 ga teng ekan. 3 ga teng. 500 litr suv bor ekan. Massa noma'lum, 1000 ga ko'paytiramiz. Suv hajmi 500 ko'paygan kalsiy gidroksid ekvivalenti
74 OH ikkita bo'lguncha 2 bo'lib yuborsak 37 bo'ladi. Demak 37 ekvivalent. Xo'p, ixchamlasak bu demak 2 bo'ladi. Bu degani 37 ni shu ko'paytirib 2 ga bo'lsak m kelib chiqadi. M ni massasi kelib chiqadi. Xo'p, 37 ni ko'paysa 111, 2 ga bo'lsa 55.5. Demak, to'g'ri javob shunda D variant bo'lar ekan deyishimiz mumkin. 701 savolga e'tibor qaratamiz. Demak, qattiqligi 2,5 ga teng ekan. 200 litr suvga qaysi moddadan 18,5 gram qo'shilsa, yumshatish uchun qaysi modda qo'shiladi? Xo'p, demak, qattiqlik 2,5. Demak, bizda massa bor 18,5. Ko'paytiramiz buni 1000 ga. Bo'lamiz hajm 200 ko'paygan ekvivalent noma'lum. Demak, mana bu qisqaradi. 5 bo'ladi. Demak, 18,5 ni ko'paytirishimiz kerak 5 ga teng 2,5 ekvivalentga to'g'ri kelyapti. Xo'p, endi shunda ekvivalent topish uchun nima qilamiz? 18,5 ko'paytirib 5 ga bo'lishimiz kerak 2,5 ga. Mana qisqarib ketar ekanda mana 2 ga. 18,5 ga ko'paysa 37. 37 bu ekvivalent qaysi modda desak, bu kalsiy gidroksidga to'g'ri keladi. To'g'ri javob shunda demak C javob bo'ladi, so'ndirilgan ohak. Davom etamiz. 801. Suvning qattiqligi qiymati suvning umumiy hajmidan 80 marta kichik. Demak, 80 litr deb olsak suv hajmini, uni qattiqligi 1 ga teng bo'ladi. Shunda 80 marta kichik. Endi soda, ya'ni natriy karbonat savolga ko'ra bizda massasi bor ekan. 16,96 ekan. Shunda suvning qattiqligini toping deyapti. Demak, bu 80x bo'lsa, bu x bo'ladi desak bo'ladimi? X teng massa 16,96 ko'paygan 1000 bo'lingan 80x ko'paygan 53. Shuni hisoblashimiz kerak. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, demak 16,96 ni 1000 ga ko'paytiramiz, 80 ni ko'paytiramiz 53 ga. 4240. Demak, buni bo'lishimiz kerak 4240 x kvadratda. X kvadrat. Demak, 4240 bu x kvadrat teng 16,96 ming ko'paytirsak 16,960 bo'ladimi? X kvadrat teng. Endi hisoblaymiz. Ya'ni 16,960 bo'lib yuboramiz 4240 ga. Bo'lib yuborsak 4 kelib chiqar ekan. Nechini kvadrat 4? Demak, x kvadrat 4 bo'ladigan bo'lsa, 4 dan ildiz chiqarsak x qiymati 2 kelib chiqar ekan. Demak, bizda suvning qattiqligi 2 ga teng ekan, uni hajmi esa 80 marta ko'p bo'lsa 160 litrga teng ekan deyishimiz mumkin. To'g'ri javob shunda mana B variant bo'ladi. Keyingi savol 901. Demak, hajmi 400 ml bo'lgan suv bor ekan. Shu 400 ml suvda 44 mg kalsiy xlorid va shuncha magniy gidrokarbonat bor. Umumiy qattiqligini topishimiz kerak ekan. Yaxshi, qattiqlik teng. Xo'p, 44 ko'paygan kalsiy xlorid bo'yicha 1000. Demak, hajm 400 ko'paygan kalsiy xloridning ekvivalenti kerak bizga. Bu 55,5 bo'ladi. Demak, buni ixchamlab olsak bu 2,5. 2,5. Endi qattiqligi topadigan bo'lsak 44,4 2,5 ko'paytiramiz. Demak, 44,4 ko'paygan 2,5 bo'lingan 55,5 desak 2 ekan bu bo'yicha, ya'ni kalsiy xlorid bo'yicha qattiqlik 2 ga teng ekan. Endi xuddi shu holatda magniy gidrokarbonat bo'yicha ishlaymiz. 14,6 ni ko'paytiramiz 1000 ga. Bo'lamiz hajm 400 ko'paygan. Demak, bular qisqarib boradi 2,5. Demak, magniy gidrokarbonat ekvivalenti 73. Demak, buni o'zi bunga bo'lsak 0,2 chiqadimi? 0,2 chiqadi. Demak, 0,2 ni 2 ham ko'paytirsak 0,5 chiqadi. Demak, magniy bo'yicha qattiqlik 0,5. Bizda endi umumiysini so'raguncha ikkosini qo'shib qo'yamiz. 2,5 ga teng bo'ladi umumiy qattiqligimiz. 11-savol. 4 litr suvda, demak, kalsiy sulfat bilan magniy gidrokarbonat bor ekan. Suvni qaynatilmasidan oldingi va keyingi umumiy qattiqliklarini toping debdi. Yaxshi. Suvni qattiqligi qaynatilmasidan oldin desa, kalsiy xlorid bor, magniy gidrokarbonat bor. Demak, bizda bilamizki, qaynatilmasidan oldin shu ikkalasi bo'yicha qattiqlik topishimiz kerak.
qaynatilgandan keyin magniy gidrokarbonat parchalanib ketib, kalsiy sulfat qoladi. Shuni hisoblashimiz kerak. Chunki qaynatilganda vaqtinchalik qattiqligi yo'qolib, umumiy qattiqligi yo'qolmaydi. Qattiqlik teng 272 milligram ekan. Demak, buni grammga aylantirsak 0,272 bo'ladi. Ko'paytiramiz 1000 ga, bo'lamiz 4 litr. Kalsiy sulfati ekvivalent kerak bizga. Buni ekvivalenti demak sulfat 48, buniki 20. 68 bo'ladi. Demak, 272 bo'lyapti tepa. Bo'lamiz. Hop, 68 ni 4 ga ko'paytirsak, ya'ni 272. Demak, bu 1 ga teng ekan. Kalsiy sulfat, ya'ni kalsiy bo'yicha, kalsiy sulfati bo'yicha. Endi shuni magniy gidrokarbonat bo'yicha ishlaymiz. 730, ya'ni 0,73 bo'ladi. 1000 ga ko'paytirish kerak. Mana bu 1000 da. Bo'lingan 73 ko'paygan hajm 4 litr. Demak, 2,5 ga teng bo'lar ekan hisoblasak, chunki mana bu 730 10 ni 4 ga bo'lsa 2,5. Demak, suvni qaynatilmasdan oldingi qattiqligi mana ikkosiga teng, ya'ni 3,5 ga teng. Qaynatilgandan keyin 1 ga teng bo'ladi. Chunki mana bu aytdik, parchalanmay qolib ketadi. Bu esa qaynatilganda magniy karbonatga parchalanib cho'kma tushadi, karbonat angidrid gaz ajraladi va suv hosil bo'ladi deyishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shu tartibda bo'ladi javob 3,5 ga 1. Ya'ni C javob to'g'ri.